Xo'p, davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimiz xuddi shu past simple'ni davom ettirgan holda past simple'ni birinchi bo'lib negativ shakli haqida gaplashamiz, ya'ni inkor shakli o'zbekchasiga aytganda. Xo'p, aytganimdek, boshida aytgandim, har qanaqa zamonda bizga yordamchi fe'l kerak bo'ladi, so'roq va inkor shaklini yasash uchun degandim. Hozirgi zamonda qaraymiz, hozirgi zamonda yordamchi fe'l nima edi? Do, does edi. Ya'ni he, she, itga does edi. Do, I, we, you, they uchun edi. Bu hozirgi zamon uchun. Endi bizga ham xuddi shu do kerak bo'ladi o'tgan zamon uchun. Faqat do'ni o'tgan zamon shakli, ya'ni undan oldingi mavzuyimizda do'ni o'tgan zamon shakli nima edi? Did edi. Bizga xuddi shu did kerak bo'ladi. Endi qaraymiz. Positiv, ya'ni oddiy shaklida I played, man o'ynadim. We started, biz boshladik. You watched, they had, he saw, she did, it went degan narsalar bor edi. Bular hozirgi, ya'ni positive form, ya'ni darak shakli desak. Bu yoqda nimaga went bo'lgan undan oldingi darsda gaplashdik, xuddi shu. Endi siz negativ shaklni yasamoqchi bo'lsangiz, biz I, we, you, they, he, she, it, ya'ni subjektlarni birinchi ishlatamiz. Bular hammasi gapi boshida keladi negativda. Keyin did ishlatamiz do'ni o'rniga, ya'ni hozirgi zamonda don't bo'lsa, o'tgan zamonda didn't bo'ladi. Ya'ni bu yoqda short formi didn't, ya'ni did not deb ishlatilmaydi, ko'proq qisqartirilgan shakli aytiladi didn't. I didn't play. Endi qaraymiz. Biz bu yoqda did ishlatganimizdan keyin xuddi present simple'dagiga o'xshab, bu yoqda does bo'lganda, bu yoqda s qo'shish kerak emas edi. Endi bu yoqda did bo'lganda, bu yoqda hech qanaqa ed kerak emas yoki ikkinchi shakli ham kerak emas. Ya'ni o'tgan dars gaplashgan edik, ya'ni misol uchun deylik, bu yoqda qaraymiz, had ishlatilganda, had. Endi bu yoqda did bo'lgani uchun had kerak emas, have o'zini ishlatsak bo'ladi. Nima uchun? Chunki bu yoqda had ishlatardik, sababi bizga o'tgan zamonligini bildirish uchun. Endi bu yoqda o'tgan zamonni bildiradigan didni o'zi bo'lgani uchun bu yoqda biz verbni oddiy shaklini ishlatsak bo'ladi. Ya'ni hozirgi zamondagi shaklini I didn't play, man o'ynamadim. We didn't start, biz boshlamadik. You didn't watch, siz ko'rmadingiz. They didn't have, ularda yo'q edi. He didn't see, u ko'rmadi. She didn't do, u qilmadi. It didn't go, u bormadi. Xuddi shunaqa, ya'ni qaraymiz, agar gapda did bo'lsa, biz hech qachon, ya'ni irregular verb ishlatmaymiz. O'tgan mavzuda aytgandim, irregular verb nimaligini, irregular verb ishlatmaymiz. Ya'ni verbni oddiy shaklini ishlatamiz. Hech qanaqa ed kerak emas bizga va verbni, ya'ni fe'lni oddiy shaklini ishlatamiz.